Hoy, turing, ketishimiz kerak. Tayotdim уже. Mayli, ketdik. Aytgancha, kecha qanaqadir maxluq kelgandi, hammasi yaxshi shekilli. Yomg'ir ham to'xtab qolibdi. Menimcha hammasi yaxshi. Frenki qayerda ekan? Frenki. Frenki, kechagi maxluq nima bo'ldi? Bilmadim, ertalab turib qarasam yo'q. Tushunarli. Hozir qayoqqa bormoqchimiz? Hozir bilmadim endi. Oziq-ovqat topish kerak yoki qurol aslaha. Endi maxluqlar ham paydo bo'lishni boshladi, xuddi sen aytganingdek. Men buni taxmin qilgandim. Chindan ham bo'ldi. Endi oziq-ovqat do'konlariga va qurol sotadigan joylarga ham borishimiz kerak. Frenki, qachon yetib boramiz? Hozir ozgina qoldi, yuraver. Qachon yetib boramiz? O'zi nima uchun ketyapmiz u yoqqa? Bilmadim, nima uchun bo'lsa ham. Balkim oziq-ovqat, qurol ham topishimiz mumkin. Sen qayerda qurol sotilishini qayerdan bilasan? Men bilaman, chunki bu shaharda ancha yillardan beri yashayman. Sen esa yaqinda ko'chib kelgansan, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Lekin hamma yoq vayrona bo'lib ketibdi bu zilzila va meteoritdan so'ng. Meteorit va zilzila bir vaqtda bo'ldi. Buni sababini bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Nima ekan sababi? Hozir aytish payti emas, xullas. Keyinroq aytib beraman o'zim. Tushunarli. Lekin juda ham g'alati. Bir vaqtning o'zida ham meteorit, ham zilzila. Aytyapman-ku, balkim uyushtirilgan bo'lishi ham mumkin. Keyinroq tushuntirib beraman. Hozir bu tomonga yuramiz. Sekinroq o'ting. Atrofni yaxshilab qaranglar, shu atrofda oziq-ovqat bo'lishi kerak. Tushunarli. Men bu tomonga kirib ko'raman unday bo'lsa. Mana bu yerga. Frenki, bu yerda sandiq bor ekan. Frenki, qayerdasan? Frenki narigi tomonda yuribdi hali. Bu sandiqda vau, qurol bor ekan. Yaxshi. Bu sandiqda qurol bor ekan. Bu qurolni olamiz. Frenki, men qurol topdim. Juda ham yaxshi. Endi bo'lsa ketdik. Bo'ldimi? Boshqa izlab ko'rmaymizmi? Yo'q, men izladim, hech qayerda yo'q. Endi biz oziq-ovqat topishimiz kerak. Bizga bitta qurol yetadimi? Yo'q, iloji bo'lsa yana topamiz hali. Hali vaqtimiz ko'p kech kirguncha. Maxluqlar kech kelganda kiradi faqat. Ketdik. Mana bu yer juda ham katta portlabdi. Tezroq kelinglar, qolib ketmanglar. Mana shu tomonda oziq-ovqat bo'lishi mumkin. Sen bularni hammasini qayerdan bilasan, Frenki? Aytyapman-ku, ancha yillardan beri bu shaharda yashayman. Mana bu yerda ham juda ham katta portlash bo'libdi. Ya'ni meteorit tushgan. Juda ham katta meteorit tushgan. Mana bu yerga. Buni qara, ancha vayrona bo'lib ketibdi. Ishqilib yana qurol topsak bo'lgani kech kirguncha. Bitta qurol bizga yetmasligi mumkin. Kechagi maxluqni ko'rib bir nima bo'lib ketdim, to'g'risi. G'alati bo'lib ketdim juda ham. Mayli, endi narsalarni olish kerak. Sen kimsan? Men zilzila bo'lgandan beri shu yerda turibman. Biz bilan yur, biz bu shaharda yagona tirik qolganlarmiz. Mayli, sizlarga ishondim. Yana bitta yangi odam. Endi biz 4 kishi bo'ldik. Hali shaharda tirik qolganlar qancha bilmadim. Lekin mana bu yerda oziq-ovqatlar ko'p ekan. Menimcha 4 kishiga bemalol yetib ortadi. To'g'rimi, Frenki? To'g'ri. Tezroq olgan, ketishimiz kerak. Bu yerda ko'p qolib bo'lmaydi. Tushunarli, tezroq olyapman. Bu yerda ham hech nima yo'q. Bu yerda non. Biz ketdik, ortimizdan borgin. Mayli, hozir sabr qilib tur. Bularni ham oldim. To'xta, o'sha ketib qolibdi. To'xtanglar, men ham boryapman. Bo'ldi, yangilik. Endilikda men YouTube kanalimga obuna bo'lish tekin bo'ldi. Tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Pulli bo'lib qolgan nafslarni bermanglar yana. Bilaman, sizlar video chiqarish oson deb o'ylaysizlar, lekin unaqa emas. Video chiqarish vashchi qiyin, ko'p vaqt oladi, lekin men shunga qaramasdan sizlar uchun video chiqaryapman. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib, videolarga like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Xullas, kim YouTube kanalimga obuna bo'lmasa, tunda olib kelib telefonni olib qochib ketib qolsin. Obuna bo'l, nega? Frenki, kech tushyapti. Birorta uyga kirib olishimiz kerak. Nima deysan? Fikring to'g'ri. Qayerga kirib olamiz? Bilmadim. Mana shu yerlardan birorta binoga kirib Ana buni qara. Nima? Yana maxluq chiqdi. Ot, qurol bilan ot. Maxluq qo'shdik. Otolmayapman. Nimaga? Tezroq ot. Otdim.
ta'sir qilmayapti. To'xtab qoldi joyida lekin. Kelyapti, qoch. Qochdik tezroq. Qoch. U yomon tez yuguradi. Kelyapman, tezroq yugur. Tezroq bo'l. Keldim. Sekin ovoz chiqarma. Sekin. Va ana maxluq keldi. Maxluq bizni izlayapti. Ammo topilmadi. Va nihoyat maxluq ketdi. Maxluq ketdi, yaxshi bo'ldi. Frenki, aytdim-ku, tezroq birorta boshpana topmasak bo'lmaydi. Lekin ko'ryapsan-ku, hamma binolar qulf. Birorta qulfi yo'q bino ham yoki uymi bordir. Bilmadim. Hammasi men bilganlarning hammasi qulf ekan. Nima qilamiz? Bilmadim. Sen bilmaydigan uylarga ham borishimiz kerak. Axir bu oson-ku, to'g'rimi? Baribir shaharda hech buni qadar eddik, mana bu qishloqchaga kirib kelamizmi? Mayli ketdik. Yuringlar qizlar. Mana bu uylarning har bittasiga kirib ko'ramizmi? Farqi yo'q. Kirib ko'raylik-chi unda. Ko'r. Mana bu yerda sandiq bor ekan. Bu yerda yana bitta qurol. Frenki, qayerdasan? Buni qara. Menda qurol bor. Qurol topdim. Ol. Frenki. Mayli, o'z olar. Boshqa hech nima yo'q. Frenki, menga qara. Nima deysan? Qurolmi? Ha, qurol. Juda ham yaxshi. Ana endi ikkitamizda ham qurol bor. Maxluq kelyapti, qoch. Voy, bular yana qanaqa maxluq bo'ldi? Yur ketdik, bu yerga yashirinamiz. Ha, to'g'ri, yashirinib olinglar. Biz ularni o'zimiz hal qilamiz. Yo'q. Nima? Bu menga teginmadimi? Nima? Yo'q, ikkita yana kelyapti. Tezroq. Tezroq qochish kerak. Tezroq. O'q ta'sir qilmayapti-ku. Qancha o'qim ketib qoldi. Mayli, o'q-dori ko'p bizda. Faqat tezroq qochib kerak. Yo'q, qochishga ulgurmayman, u yaqinimda. Tezroq. Faqat tezroq. Ozgina qoldi. Vaqtida eshikni yopdim. Mana buni qarab turishini. Mana buni sindirib va buni otamiz. Va nihoyat o'ldi. Va mana buni ham shunday qilamiz. Kirib ketmasa bo'ldi. Tezroq. Va nihoyat yoki o'ldi, yoki meni aldayapti. Menimcha aldashga aqli yetmasa kerak maxluqlarni. Bilmadim. Ana endi Frenki va qizlarning oldiga borishimiz kerak. Tezroq. Faqat tezroq. Qayerda bo'lishi mumkin? Frenki, shu yerdamisan? Maxluq bartaraf etildimi? Frenki, meni eshityapsanmi? Qizlar, shu yerdamisizlar, Frenki? Kech tushdi. Mana shu uyda tunab qolamiz menimcha. Men keldim. Keldingmi? Oziq-ovqat yo'qmikan yoki qurolmi? Yo'q, hech qaysi uyda yo'q. Hamma uyga kirib chiqdim. Buguncha mana shu yerda qolganimiz yaxshi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Lekin bu qishloqda maxluqlar ko'p ekan. Bilmadim, nima qilamiz. Mayli, bir gap bo'lar. O'ylaymanki, biz shaharda yagona tirik qolgan odamlar emasmiz, to'g'rimi? Bizdan boshqa yana odamlar bor. Qanaqa qilaman? Yo'q. Qanaqa maxluq kelyapti? Tezroq ot. O'lmayapti. Do'stlar, shu yerda video o'z nihoyasiga yetdi. Sizlardan bitta iltimosim bor edi. Video rekka chiqishi uchun sizlar like bosing. Chunki qancha like ko'p bo'lsa, video shuncha ko'p prosmotr yeydi. Men shuncha mehnat qildim videoni olish uchun. Siz esa bir dona like ni bosasiz, sizdan hech nima kamayib qolmaydi. Agar siz like bosib menga obuna bo'lsangiz, siz kelajakda yana bitta YouTuber paydo bo'lishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.